Assalomu alaykum. Bugungi operatsion kunimizda 4 ta murakkab lekin juda muhim jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdik. Har biri alohida e'tibor va tajriba talab qiladigan holatlar. Birinchi operatsiyamiz displastik koksartroz total son protezi. Yosh bemor tug'ma displaziya tufayli son bo'g'imi deyarli ishdan chiqqan. Yechim total protezi. Operatsiya murakkab bo'lsa-da muvaffaqiyatli o'tdi. Endi u og'riqsiz yurishda umid qilmoqda. Ikkinchi operatsiyamiz revizion son protezi. Avvalgi sinishdan keyin qo'yilgan plastina, endi esa revizion protez kerak bo'ldi. Eski plastina olib tashlandi, yangi mustahkam protez o'rnatildi. Bu turdagi operatsiyalar katta aniqlik va tajriba talab qiladi. Bu operatsiyamizga Odilvaliyev Erkinovich bosh bo'ldilar. Uchinchi operatsiyamiz tizza protezi, gonoartroz holati. Keksaroq bemor tizza bo'g'imida og'riqli, harakatlanish qiyin. Yechimi total tizza protezi o'rnatildi. Endi bemor zinapoyadan tushib va yurishda ancha yengillik sezadi. To'rtinchi operatsiyamiz bios, yosh bemorda suyak sinishi. Tanlangan usul bloklovchi intermedulyar osteosintez. Bu suyak ichiga maxsus metall novda kiritilib, minimal invaziv usulda tiklash texnikasi. Ortopedik jarrohlik har bir harakat uchun yangi imkoniyat. Yana ko'proq amaliyot va foydali videolar uchun obuna bo'ling.